Mamlakatning eng yirik biznes kompaniyasi Ray Groupning yagona egasi Nandini edi. Bir kuni uning keksa bobosi uni oddiy bir yigitga turmushga berib qo'ydi. Bu yigit yo'l chetida pokora sotardi. Ammo Nandini yigitning asl kimligini bilganida uning oyog'i ostidagi yer sirg'alib ketdi. Qonni muzlatuvchi bu hikoyaning batafsil tafsilotlarini bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Dehli aeroporti olominida Aditya ismli bir yigit tez yugurayotgan edi. U eski ko'ylak kiygan va oyog'ida ko'p marta ishlatishdan eskirgan sandal bor edi. U Londonga uchadigan reysga yetib olishga jon jahdi bilan harakat qilayotgan edi. Chunki u yerda uning yagona umidi, ustozi hayot va o'lim o'rtasida kurashayotgan edi. Ammo uning oddiy kiyimini ko'rib, aeroportdagi takabbur bir xodim uni to'xtatdi. Bu navbat siz uchun emas, u yerga boring. Oddiy yo'lovchilar uchun alohida joy bor. Adityaning samimiy iltimosiga qaramay, unga oldinga o'tishga ruxsat berilmadi. Aynan o'sha paytda shisha devorning narigi tomonidan bu manzarani Adityaning xotini Nandini ko'rayotgan edi. U mamlakatning eng yirik biznes kompaniyasi Ray Groupning egasi edi. Ba'zi xorijiy investorlar bilan uchrashuv uchun aeroportga kelgan edi. Adityani bu xorlik holatida ko'rib, uning yuzi uyat va g'azabdan burishib ketdi. Ularning nikohi Nandinining bobosining qat'iy talabi bilan tuzilgan edi. O'lim oldidan bobo faqat shuncha aytgan edi: bu yigit bir kun sening qalqoning bo'ladi. Ammo Nandini hech qachon yo'l chetida oziq-ovqat do'konini boshqaradigan Adityani sifatida qabul qila olmagan edi. Ularning ulkan saroyida Adityaning mavjudligi istalmagan soyadek edi. Nandinining biznes hamkori va bolalikdagi do'sti Rohan Adityani ko'rib istehzo bilan kuldi. Nandini, bu yukni yana qancha ko'tarasan? Unga biroz pul berib jo'natib yubor. Mijozlarimiz ko'rsa nima deb o'ynaydi? Uyatni yashirish uchun Nandini Adityaning oldiga borib sovuq ovozda dedi: "Sen bu yerda nima qilyapsan? Mening obro'yim bilan o'ynaydigan boshqa joy topolmadingmi? Hozir uyga qayt." Adityaning iltijolari uning quloqiga kirmadi. Umidsizlikka to'la Aditya orqasiga o'girilmoqchi bo'lganida, aynan o'sha paytda u bir takabbur odamga urilib ketdi. Bu kishi mamlakatning eng yirik xususiy aviakompaniyasi Nil Akash egasi janob Xanna edi. Uning qimmatbaho kostyumiga kofe to'kilishi bilan u g'azabdan portladi. Adityaning oddiy kiyimini ko'rib, uning nafrati yanada oshdi. "Ko'r emassanmi? Men kimligini bilasanmi? Senday yo'l tilanchilari bu yerga kelmaydi." Shu deya, u Adityaning qo'lidagi London chiptasini tortib olib, mayda parchalab tashladi. Bu eng og'ir haqorat Adityaning ichida uxlab yotgan sherini uyg'otdi. Uning sokin ko'zlarida sovuq bir olov yondi. U janob Xannaga qarab, xotirjam ammo xavfli ohangda dedi: "Siz mening chiptamni yirtib tashladingiz. Men sizga atiga 10 daqiqa vaqt beraman. Keyin sizning aviakompaniyangiz tarixga aylanadi." Xanna qattiq kulib yubordi, ammo uning kulgisi tezda to'xtadi. Aditya cho'ntagidan oddiy bir telefon chiqarib, atiga bir qo'ng'iroq qildi. Aql bovar qilmaydigan tarzda ro'pparosa 10 daqiqadan so'ng aeroportning e'lon tizimi va yangilik kanallari breaking news bilan jarangladi. Firibgarlik va keng ko'lamli moliyaviy nosozliklar tufayli Nil Akash aviakompaniyasi litsenziyasi darhol bekor qilindi va ularning barcha mulkini musodara qilish jarayoni boshlandi. Xannaning rangi o'chib ketdi. U qo'rqib titrab Adityaning oyog'iga yiqildi. O'sha paytda qora kostyum kiygan bir guruh odamlar kelib, Adityaning atrofida xavfsizlik halqasini hosil qilishdi. Ularning rahbari, keksa kishi Ramesh Amaki Adityaning oldiga kelib bosh egib dedi: "Kichik sahib, siz uchun maxsus samolyot tayyor. Guruji ahvoli barqaror, ammo u sizni kutmoqda." Uzoqdan Nandini va Rohan bu manzarani ko'rib qotib qolishdi. Mamlakatning eng nufuzli odamlaridan biri, yirik sanoatchilar hurmat qiladigan Ramesh Amaki bu oddiy Adityaga kichik sahib deb murojaat qilayotgan edi. Nandinining xayolida birinchi marta bobosining so'zlari yangi ma'noda aks sado berdi. Londondan qaytgach, Aditya yana o'zining eski hayotiga qaytdi. Shaharning bir chekkasida uning kichkina oziq-ovqat do'koni bor edi. U yerda u o'z qo'li bilan pokora tayyorlab sotardi. Uning bu oddiy hayoti chuqur bir sirni yashirgan edi. Aeroportdagi voqeadan so'ng Nandinining qalbida bo'ron ko'tarildi. O'sha kuni kechasi u charchagan va ezilgan holda uyga qaytganida tun yarmi edi. Atrof jimjit edi. Faqat ularning ulkan uyining oshxonasining bir burchagida xira bir chiroq yonayotgan edi. Qiziqish bilan u yerga bordi va ko'rdiki, Aditya xotirjamlik bilan non yapmoqda va taomni isitmoqda. Nandini g'azab bilan nimadir demoqchi bo'ldi. Aynan o'sha paytda u ko'rdi. Aditya o'sha ovqatni uyning keksa qorovuli uchun paketlayapti. Uning tanasi bir beja kundan beri yaxshi emas edi. Qorovul hech narsa so'ramagan edi, ammo Aditya uning holatidan xabar topgan edi. Aditya katta mehr bilan ovqatni olib unga olib bordi. Bu oddiy, ammo chuqur insoniy manzara Nandinining yuragiga ta'sir qildi. Bir qo'ng'iroqda aviakompaniyani yo'q qila oladigan odam oddiy bir qorovul haqida qayg'urar edi. Nandini birinchi marta Adityaning kuchi ortida yashiringan insonni ko'rishga urindi. Uning salbida g'alati bir shubha tug'ildi. Bir necha kundan so'ng Ray Groupga haqiqiy zarba keldi. Juda muhim bir hukumat shartnomasi qo'ldan boy berildi va uni ularning eng katta raqibi Sharma Industries qo'lga kiritdi. Bu xabar bilan kompaniya aksiyalari tusha boshladi va investorlar yuz o'girdi.
Nandining bobosi qurgan imperiyani saqlab qolish uchun kecha-kunduz ishladi, ammo hech qanday yo'l topa olmadi. Kompaniyaning eng ishonchli eski xodimi Maheshji uni bu ish ortida chuqur fitna borligiga ishontirishga urinayotgan edi. Qarorgohda tarang yig'ilish bo'lib, hamma deyarli umidni uzgan bir paytda, aynan o'sha paytda Aditya qo'lida bir piyola ovqat bilan u yerga kirib keldi. Uni ko'rib, ruhan yana istehzo qildi. Karin, inqiroz paytida bizning najotkorimiz keldi. Endi bu qora sotib kompaniyani qutqaradi. Hamma kulib yubordi. O'sha paytda Nandini hammani jim qildi. Uning xayolida aeroportdagi dahshatli kuch va o'tgan kechadagi insoniy qiyofa bir vaqtda paydo bo'ldi. U bobosining so'nggi so'zlarini esladi. Bo'ri qo'y terisiga kirib, imperiyaning yemochi bo'lganda, qo'y terisiga yashiringan shirni o'zi seni qutqaradi. U aql bovar qilmaydigan qaror qildi. U Adityaga qarab dedi: "Ayt, nima demoqchisan?" Aditya bu kutilmagan insoniyatdan foydalanib xotirjamlik bilan dedi: "Agar men bu inqiroz ataylab yaratilgan desamchi, agar men oramizda kimdir Sharma Industriesga yordam beradigan bo'lsa, uning nigohi to'g'ri ro'yxatga qaraldi. U kompaniyaning moliyaviy hujjatlarini ko'rishga ruxsat so'radi." Nandinining inqirozligidan so'ng Aditya tun bo'yi kompaniyaning barcha hujjatlarini sinchida ko'rib chiqdi. Uning o'tkir aqli juda qisqa vaqt ichida fitna to'rini aniqlay oldi. U ruhiyning kompaniyaning maxfiy ma'lumotlarini Sharma Industriesga berganligi va yolg'on xabarlar tarqatib, investorlarni qo'rqitganligi haqida dalil topdi. Ertasi kuni qarorgohda Aditya barcha dalillarni taqdim etdi. Ruhiyning rangi qo'rquvdan oqarib ketdi. Ammo u takabburlik bilan dedi: "Dalillar to'g'ri, lekin kompaniya bankrot bo'lish arafasida. Endi nima qilasan?" Aditya kulib dedi: "Yechim juda oddiy." U o'sha oddiy telefonni chiqarib Ramesh amakiga qo'ng'iroq qildi. Bu safar u qarantiqali ovozda gapirdi. Ramesh amakining hurratli ovozi eshitildi. "Kichik sahib, buyrug'ingiz." Aditya ko'rsatma berdi. Birinchidan, bozordagi barcha Ray Group aksiyalarini sotib oling. Ikkinchidan, Sharma Industriesga qarshi qo'limizdagi dalillar bilan ularning kompaniyasini sotib olish jarayonini boshlang. Uchinchidan, Ray Group va Surya Enterprises o'rtasida strategik hamkorlik e'lon qiling. Ha, ruhim bu xonadan chiqmasin. Surya Enterprises nomini eshitishi qarorgohda yadro bombasi portib o'tdi bo'ldi. Binas va va o'yin butunlay o'zgarib ketdi. Ray Group aksiyalari osmonga ko'tarildi va ruhning qo'liga politsiya kishanlarida taqildi. Politsiyaning og'ir qadamlaridan keyin xonada chuqur sukunat hukm surdi. Nandini bir chekida, go'yo boron markazida yolg'on qolgandek turardi. Faqat kompaniya qutqarilgani yo'q. Uning tanish dunyosi, butun takabburligi va ishonchi parcha-parcha bo'lib ketgan edi. Aditya o'sha sukunat ichida sekin uning oldiga keldi. Uning ko'zlarida na takabburlik, na ayblov bor edi. U Nandini tomon bir statan suv uzatdi. Millionlab takalar qiymatidagi bu bo'ron o'rtasida Haron ham ajanib sokin aytib bir ishora. Nandini qiltirsa qo'l bilan stakanni oldi. Bu suv unga shunchaki suv emas, balki to'lqinli dengizda suzib yurgan bir umid parchasidek tuyuldi. Uning barcha g'azabi, nafrati, mensimasligi pushaymonlik toshqinida g'oyib bo'ldi. U singan ovoz bilan so'radi: "Men 2 yil davomida faqat xor qilgan odam. Sen aslida kimsan?" Adityaning sokin ko'zlarida chuqur dengizdagi barqarorlik bor edi. U dedi: "Men sening bobomga berilgan bir va'da edim. U bo'ronda daraxtni himoya qiladigan, ammo bo'rondan keyin o'sha daraxt ustida hech qanday huquq talab qilmaydigan odamni qidirgan edi." Nandini hayratda qoldi. Aditya yana dedi: "Tashqi dunyodagi kichik sahib faqat bir qalqon. Mening haqiqiy tinchligim bu kuch cho'qqisida emas, balki mening kichkina do'konimdagi oddiy odamlarning tabassumida." Uning bu so'zlari Nandinining qalbiga chuqur kirib ketdi. Aditya uning charchagan yuziga qarab ohista dedi: "Yetarli bo'ldi bu shisha saroy, bu kuch o'yinlari. Bularning hammasidan uzoqda. Kel uyga ketaylik. Bugun men sen uchun issiq-issiq kichlik tayyorlayman." Bu oddiy taklif yangi bir munosabatning poydevoriga aylandi. Minglab qaror takalari egasi Nandini o'sha kuni birinchi marta tushundi. Eng katta panoh kuch taxtida emas, balki ishonchli bir qo'lning iliqligida ekan. U indamay bosh irqdi. Uning ko'zlaridan oqqan yoshlar endi og'ir emas, ozodlik edi. Do'stlar, sizlar qayerdan video ko'rayotganingizni kommentariyada bildiring. Bugun shu bilan xayrlashamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Mamlakatning eng yirik biznes kompaniyasi Ray Groupning yagona egasi Nandini edi. Bir kuni uning keksa bobosi uni oddiy bir yigitga turmushga berib qo'ydi. Bu yigit yo'l chetida pokora sotardi. Ammo Nandini yigitning asl kimligini bilganida, uning oyog'i ostidagi yer sirg'alib ketdi. Qonni muzlatuvchi bu hikoyaning batafsil tafsilotlarini bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Dehli aeroporti olominida Aditya ismli bir yigit tez yugurayotgan edi. U eski ko'ylak kiygan va oyog'ida ko'p marta ishlatishdan eskirgan sandal bor edi. U Londonga uchadigan reysga yetib olishga jon jahdi bilan harakat qilayotgan edi. Chunki u yerda uning yagona umidi, ustozi hayot va o'lim o'rtasida kurashayotgan edi. Ammo uning oddiy kiyimini ko'rib, aeroportdagi takabbur bir xodim uni to'xtatdi. "Bu navbat siz uchun emas, u yerga boring. Oddiy yo'lovchilar uchun alohida joy bor." Adityaning samimiy iltimosiga qaramay, unga oldinga o'tishga ruxsat berilmadi. Aynan o'sha paytda shisha devorning narigi tomonidan bu manzarani Adityaning xotini Nandini ko'rayotgan edi. U mamlakatning eng yirik biznes kompaniyasi Ray Groupning egasi edi. Ba'zi xorijiy investorlar bilan uchrashuv uchun aeroportga kelgan edi. Adityani bu xorlik holatida ko'rib, uning yuzi uyat va g'azabdan burishib ketdi. Ularning nikohi Nandinining bobosining qat'iy talabi bilan tuzilgan edi. O'lim oldidan bobo faqat shuncha aytgan edi: "Bu yigit bir kun sening qalqoning bo'ladi." Ammo Nandini hech qachon yo'l chetida oziq-ovqat do'konini boshqaradigan Adityani er sifatida qabul qila olmagan edi. Ularning ulkan saroyida Adityaning mavjudligi istalmagan soyadek edi. Nandinining biznes hamkori va bolalikdagi do'sti Rohan Adityani ko'rib istehzo bilan kuldi. "Nandini, bu yukni yana qancha ko'tarasan? Unga biroz pul berib jo'natib yubor. Mijozlarimiz ko'rsa nima deb o'ynaydi?" Uyatni yashirish uchun Nandini Adityaning oldiga borib sovuq ovozda dedi: "Sen bu yerda nima qilyapsan? Mening obro'yim bilan o'ynaydigan boshqa joy topolmadingmi? Hozir uyga qayt.
Adityaning iltijolari uning qulog'iga kirmadi. Umidsizlikka to'la Aditya orqasiga o'girilmoqchi bo'lganida, aynan o'sha paytda u bir takabbur odamga urilib ketdi. Bu kishi mamlakatning eng yirik xususiy aviakompaniyasi Nil Akash egasi janob Xanna edi. Uning qimmatbaho kostyumiga kofe to'kilishi bilan u g'azabdan portladi. Adityaning oddiy kiyimini ko'rib, uning nafrati yanada oshdi. "Ko'r emassanmi? Men kimligini bilasanmi? Senday yo'l tilanchilari bu yerga kelmaydi." Shu deya, u Adityaning qo'lidagi London chiptasini tortib olib, mayda parchalab tashladi. Bu eng og'ir haqorat Adityaning ichida uxlab yotgan sherini uyg'otdi. Uning sokin ko'zlarida sovuq bir olov yondi.